Voy janob mer, meni yeyolmaysiz. Qo'lingizdan kelmaydi meni yeyish. O, chiqasmi bu yoqqa? Manyak bo'lsangiz ham men kuchim yetadi. Yo, chiqdi rostdan ham o'ylasini titib. Endi buni olib borib portaldan o'tkazib yuborishim kerak. Hoy jetellar, qochlaring, manyak jetellar kelyapti. Hattoki janob mer ham manyak bo'lib qolgan. Qoch deyapman senlarga. O, yaxshi, o'tinglar, kelinglar mehmonlar. Davay ichkari kiramiz. Menimcha hech qaysi qolmadi shekilli. Shu yerda pana bo'lib turayinchi. Ha, ana endi senlarga to'g'ri ta'sir qiladi va o'z holatingga qaytasanlar. Menimcha qaytdilaring ham o'z hollaringga hammang menga qara chiqani. Qaytibsanlar, yaxshi bo'pti. Ha, men endi jetelman, manyak emasman. Zo'r bo'ldi. Lekin men manyakman. Kim manyak deyapti? Men manyakman. Yo, janob mer manyak bo'lib qopti hali ham. Qochlaring, qoch hammang. Qochib ket bu yerdan tezroq. Hozir yetib olaman senga. Yo, qochlaring hammang yaramas jetellar. Janob mer quturab qopdim, bilmayman nimagadir meni qo'yib yuribdi, xoy. Ya'ni manyaklanib qolgani quturamagan. Yo, ortimdan kelyapti. Tezroq bu yerdan aylanib qochmasam bilib qoladi qayerdan ketgan. Uzoqdan aylanib kelsam meni ko'rma. Yo'q, juda ham aqlli-ku, qisqa yo'ldan yugurib o'tib kelib. Reja bo'yicha men sizni qo'yatgan. Siz meni qo'yatgandingiz, janob mer, esladingizmi? Men seni yeyman, tushundingmi? Ha. Hayriyat. Qochib qutuldim. O'zi ham janob mer juda ham asabiy bo'lib qolganini bilmayman. Manyak aylanib qolgandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Qishloqlarga ham yomon ta'sir qilsa kerak. Yaxshi ham ketibdi. Agar ketmaganda shu yerda bo'lganda to'g'rirog'i menga tashlangan bo'lardim, hujum qilardim, bilmayman. Xotinim qayerda ekan, uydamikan? Xotin, shu yerdamiding? Nima qilyapsan? Kompyuter o'ynayapsanmi? Ha, nima gapligini so'rayapsan mendan? Hech gap yo'q, shunchaki hamma jetellar o'z holatiga qaytardim, lekin janob mer o'z holatiga qolib ketdi. Nimadir rejang bormi seni? Yo'q, janob merni o'ldirmasligimiz kerak. Niqob bilan borishim kerakmi? Bu niqobdan o'zimda ham bor edi. Mayli, unda men borib janob mer bilan gaplashib ko'raman. Bo'pti, o'zimda ehtiyot qilaman. Mayli, sen ham indamay o'tir uyda. Xo'p, ehtiyot bo'lib o'tir. Xo'sh, hozir janob merni o'ldirishimga to'g'ri kelishi mumkin. Lekin janob merni o'ldirmasligim kerak. Agar janob mer o'ladigan bo'lsa, tushunmadim. Klonimmi? Yo'q. Klonimni axir o'ldirgandim. Bo'lishi mumkin emas. Demak, klon apparat. Rostdan ham mana bu klon apparat ishlayapti. Yaxshisi buni tezroq buzib tashlaganim ma'qul. Chunki bu to'g'ri yomon klonlarni yaratmaydi, lekin baribir klonlashtirib tashlaydi. Agar o'sha klon hozir meni ko'rib qoladigan bo'lsa, ikkalamiz ham qanaqadir sehrga duchor bo'lamiz. O'shaning uchun ham bu klon apparatini bu yerni yo'q qilib yuborishim kerak. Ya'ni bu o'zi klon uchun yaratilmagan, ya'ni jetellarni o'z holatiga qaytarish uchun yaratgandim. Lekin juda ham rasvo holatga tushib qolgan. Xo'sh, jetel qaraysan, to'xta. Hoy jetel. Johar, nima gap? Короче, janob mer, ko'rdingmi, manyak holatda qolib ketgan. Nimaga, lekin tushunmayapman. Men bilaman sababini. Nima uchun? Janob mer o'zini klonini yaratgan. U haqiqiy janob mer emas. Nima? Haqiqiy janob mer qayerda? Haqiqiy janob merni qayerdaligini to'g'risini aytsam bilmayman. Tushunarli. Rostdan ham axir janob mer nima uchun aytdim, o'zi bu yerga kelgandan keyin boshqa jetellar o'z holatiga qaytdi, lekin janob mer o'z holatiga qaytmadi deb. Demak, janob mer haqiqiy emas. Ya'ni janob mer emas. Ya'ni janob merligini короче, klonida u. Hozir nima qilsam ekan? Hoy jetellar, menga qaralaring. Janob mer o'zi emas ekan. Shuni men aytdim-ku senga. Sen aytding, senga aytayapman. Men ham bilardim. Bo'ldi, ekanligini hamma bilar ekan. Men bilmas ekanman. Xullas, nima qilsak bo'ladi? Menda bitta reja bor. Qanaqa reja? Uni o'ldirishimiz kerak. Jinnimisan, qandaysiga uni o'ldirishimiz mumkin? Axir biz o'ldirib qo'yganimiz haqiqiy janob mer bo'lsa-chi? To'g'ri. Chunki aniq yo'q-da hali kim qanaqaligini. To'g'ri aytayapmanmi? Ha, to'g'ri. Biz bilmasdan haqiqiysini o'ldirib qo'ysak, qishlog'imizda janob mer bo'lmay qoladi. Keyin men janob mer bo'lamanmi? Jinnimisan, sen o'qimagansan. O'qimagan odam janob mer bo'lmaydi. Men o'zim bo'laman. Sen o'qiganmisan? Ha, o'qiganman. Qayerda o'qigansan? Maktabda? Maktabda o'qigan nimani o'zgartiradi? Zato bu maktabda ham o'qimagan-ku. Bog'chada o'qigan. Bog'chada meni jiyanlarim ham o'qiyapti. Ha, jiyaning ham yangilik bormi, Jo'xa? Qanaqa yangilik? Uylandik-ku. Jiyanmas, keyin bola bo'ladi. Jinnimisan, garang. Xo'sh, ana endi menga darrov yangilik so'radi. Короче, nima edi? Ko'p obunachilarimiz yangilik so'rayapti. Obunachilar qayerda ko'rgansizlar? 3 oyda yangilikda, bo'tda. Bo'lmagan narsa. Tak hozir nima qilmoqchi edim? Esimdan chiqib ketdi. Sizlar kommentariyalaring juda ham qiziqda. Borib, yana kommentariy yozinglar, qanaqa qiziq kommentariyalar yozar ekansizlar. Janob merdi manyak menimcha turibdi. Ko'rdingmi? Men ham ko'rdim. Nima pichir deyapsan? O'zing birinchi pichir deding-ku.
Men prosta o'zim pichirladim. Men ham prosta o'zim pichirdapman-da bo'lmasa. Shunaqami? Bo'pti. Короче, bitta yaxshigina reja o'ylab topish kerak. Xotinidan so'raychi, balki xotini bilar. Assalomu alaykum yanga. Va alaykum assalom. Keling, Jo'xa. Xullas sizga bitta yaxshi, bitta yomon yangiligim bor. Yomon yangilikni o'zim ham bilaman. Qanaqa yangilik? Janob mer manyakka aylanib qolganidan xabarim bor. Xabaringiz bor ekan, yaxshi. Lekin yaxshi yangilik, janob merni o'zi manyakka aylanib qolgan, lekin yana bitta janob mer bo'lib qolgan. Ya'ni ikkita bo'lib qolgan. Bittasi haqiqiy janob mer. Xo'sh, nima demoqchisiz bu bilan? Agar o'sha klonni yo'q qilsak, janob merni o'zi ham o'z holatiga qaytadi. Lekin bilmasdan janob merni yo'q qilib qo'ysangiz nima bo'ladi? Unda ikkalasidan ham ayrilamiz. Klonidan ham, o'zidan ham. Keyin siz yolg'iz qolib ketasiz. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Janob meni o'ldirmang. O'ldirsangiz men sizni o'ldiraman. Bo'ldi. Vahima qilmang. Vahima bo'lmagan narsa. Hal qilamiz muammoni. Qanday hal qilaman? Janob meni o'ldirib yuborsam bilmasdan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Hozir nimadir reja qilish kerak. Ketdim. Jetellar bilan maslahatlashayin yoki xotin bilan maslahatlashayin ekan. Xotin bilan maslahatlashaman, ketdim. Xotin, tayyormisan? Hozir janob merni shu yerga chaqirib kelaman. Sen bo'lsa boshiga urasan qilich bilan. Tushundingmi? Faqat qattiq urib qo'yma, o'lib qolmasligi kerak. Hushdan ketib qolsa yetadi. Chunki biz uni hali ko'rishimiz kerak. Haqiqiysimi, nohaqiqiymi? Mana shu yerda ekan. Yo'q, janob mer, meni tuta olmaysiz. Tutaman, aka. Kelyapti. Xotin, tayyormisan? Davay, ur, boshiga ur, davay. Nima qilib qo'yding xotin? O'ldirib qo'yding-ku. Jinnimisan? Nima qilib qo'yding axir? Obbo, endi xotiniga nima deyman? Bor, sen yaxshi uyda o'tirib tur hozir. Nimadir qilaman. Obbo, bechora janob mer o'lib qoldimi deyman. Janob mer, axir o'lmagan bo'lsangiz kerak-a? Yo'q, qo'noqqan o'lgan degani-ku bu. Qimirlamay yotibdi, lekin boru tirik odam qimirlashga nafas olyaptimi-kin? Qayerdan bilaman nafas olish? O'pkasi qayerda buni? Bu jetellarda o'pkasi bilmayman qayerda bo'ladi. Obbo, nima qilsam-ekin? Xotiniga qanday aytaman? Eringiz o'lib qoldi desam, o'zini o'ldirib yuborsa, yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Yo'q, nima qilsam-ekin? Brat, birinchi yordam ko'rsatishni bilmaysizmi? Qanday birinchi yordam? Короче, nima kerak? Bor, yordam bermayman. Shuni oddiy aytib qo'ysiz bo'ladi-ku, o'zi brat, siz alfavitni yodlashingiz kerak, men avval bilmayman. Hozir короче do'konchi manimcha bilsa kerak birinchi yordam ko'rsatishni. Assalomu alaykum bratan, yaxshimisiz? Va alaykum, Jo'xa, nima gap? Haligi birinchi yordam ko'rsatishni bilasizmi? Qanaqa ish qilyapsan? Polis tozalash kerakmi? Yo'q, unaqa emas, tibbiy yordam ko'rsatish kerak. Janob merni boshini yorib qo'ydik. Nima? Jinnimisan? Tez shifokorga qo'ng'iroq qil. Yo'qda shifokor qishlog'imizda. Obbo, necha edi nomeri? 103midi? 103 ekan. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 103 eshitadi. Siz eshitsangiz bo'lmaydimi? Mayli, men eshitaman. Davay, nima gap? Короче, janob merni boshini yorib qo'ydik. Menimcha o'lganga o'xshayapti. Nima qilsak bo'ladi? O'lgan bo'lsa, ko'mish kerak. Jinnimisiz? Qanday o'lmagan bo'lishi ham mumkin. Avval tekshirish kerak o'lgan bo'lmaganligini. Unda bilmadim. Ko'ringlarchi, qanday o'libdi, bo'lmabdimi? Shuni bila olmayapmiz. Shu uchun sizga telefon qilyapman. Bilib telefon qilarkan bo'pti. Jinni bo'lib qolgan. Politsiyachilar bilmadim. Obbo, janob merni qanaqadir dorisi yo'qmikan? Adashmasam qanaqadir dori ichib yurardi. Yo'q, dori nima aloqasi bor o'lib qolishga? Kasal bo'lsa ekan dori bersam. Bu kasal emas-ku janob mer. U manyakka aylanib qolgandi. Aytgancha ko'rdinglarmi, yuzidagi maskasi yo'qolgan. Bu degani manyak emas. Demak, bu haqiqiy janob yo'q. Haqiqiy janob mer emas. Haqiqiy janob mer bo'lmasa, manyak deb o'ldirganimizdan keyin u haqiqiy janob merga aylanib qol. Stop. Janob mer uyda-ku? Yoki bu manyakmikan? Qani? Janob mer? Assalomu alaykum. Va alaykum, Jo'xa, qalay? Yaxshi, lekin sizni men o'ldirib qo'ygandim u. Jinnimisan, u meni klonim, men kuzatib o'tirib nima bo'layotganini. Qanaqasiga kuzatib o'tirasiz? O'zingiz yordam bersangiz bo'lmasmidi? Bizni o'ldirib qo'yganda nima bo'lardi? Seni o'ldirib qo'yishdi-ku, meni o'ldirib qo'yganda nima bo'lardi? Shuning uchun yashirinib o'tirgandim shu yerda. Siz rostdan ham haqiqiymisiz? Albatta, men o'zi uyda xotinimning oldida o'tirgandim. Sen ham kelib xotinimdan so'rading, o'sha vaqtda men eshitib turgandim. Obbo, janob meri, siz yomon ayyorsiz. Ayda, ayyor bo'lmasa ham bo'lmaydi-da. Obbo, qo'rqitib yubordingiz odamni. Ana u manyakni nima qilamiz endi? Bilmadim, lekin ana klon apparatni yo'q qilish kerak. Klon apparat meni qo'limda turibdi. Buni hozir uzoqroqqa olib borib tashlab kelaman. Bo'pti, o'rmon ichiga tashlab kelib borib, hech kim ko'rmasin ham, topa olmasin ham, tushundingmi? Mayli, unda men ketdim janob mer. Bo'pti, tez bor. Mayli. Obbo, yaxshi bo'pti janob mer tirikligi. Qo'rqitib yubordingiz lekin. Aytgancha bari berga deraza qo'yib ber, quvib kelib,
Mayli, hozir qum olib kelish uchun bizga belkurak kerak, ya'ni manga kerak. Ko'rdinglarmi obunachilar, bu janob mer aytdimi, juda ham ayyor. Endi xotinga aytish kerak, janob merni qutqarib qolganimda, xotin qo'rqqandan qayergadir yashirinib olgan bo'lsa kerak xo'yna-xo'y, chunki ko'rdinglar o'zim hayot o'ldirib qo'ydi janob merni mana bu nimasini, manyakini. Lekin rostdan ham qo'rqinchli holat bo'ldi. Sizlar ham qo'rqqan bo'lsanglar kerak, kommentariy yozib qoldiringlar chiqani, qo'rqdinglarmi yo qo'rqmadinglarmi? Xo'p, o'zi qo'rqishni kerak yo, javonlar qo'rqinchli narsa bo'lgani yo'q. Atak, lekin qishlog'imizda o'zi ham 2-3 kundan beri polностью manyaklar bosib olgan. Hammasiga men aybdorman. Chunki men deb bo'ldi. Birinchi manyak meni qiyofadoshim edi. Keyin qolgan manyaklar boshqa kishilarning qiyofadoshiga aylandi. Mayli, nimadir bir gap bo'lar. Hozir bu yerdan qum olib borayin janob merga. Oyna yasab berish uchun belkurak qaniydi? Belkurakni bu yerga olib kelgan ekanman. Bu yerdan bitta olaman. Obbo, suvni ichiga tushkim kelmagan, mayli tushib bo'lsa ham olib chiqish kerak endi. Menimcha 4 ta yetsa kerak deganim. Obbo, suv ichiga kirib ketdi. Suv ichiga tushishni yomon ko'raman. Mayli, hech narsa qilmaydi. Bo'lib chiqamiz. Ana endi hozir qiladigan narsam mana bu narsalarni, ya'ni mana bu nima edi, klon apparatini yo'qib kelishim kerak. Qancha uzoqqa borib tashlasam, jetellarga shunchalik kam problema keltiradi. Sigirlar klonlaymikan? Keyin ko'proq sut bo'ladi shunda. Dahshat ideya, ko'ryapsizlar, bunaqa ideya bilmayman qayerdan kelgan kallamga. Qishloqni bosh qismiga olib borib tashlasam ham bo'ladi, lekin qishlog'imizga kelayotgan mehmonlar ko'radi. Keyin dabdala bo'ladi. Mana bu yerda ko'mir bor ekan, kakras mana bu qumlar pishirish uchun ko'mir olib ketayin. Ko'mir izlayman deb xayol qilib turgandim, mana o'sha yo'limdan chiqdi. Qanchalik omadli mana. Xo'p, olamiz. 2 dona ko'mir bilan bemalol pishadi. Bu yerda tushunmadim. Bu yerga eshik qo'yishganmi? Eshik shunda ham qo'yadimi? Qaysi farosat bilan qo'yilgan bu eshik? Olib tashlash kerak bu yerdan. Temirli ekan, kirka bilan tindirish kerak. Bu eshikni bunaqasiga qo'yish kerak. Qaranglar, hozir qaysi kerak emas, tosh kerak emas, paka, tosh joyiga qo'yib turamiz. Va bu eshik mana bo'lmas ekan. Buni bunday turib bundaysa qo'y. Jinnimi bu eshik? Bu eshik faqat bir tomonlama ekan. Bu kerak emas ekan bu eshik. Xo'p, mana bu eshikni ham yo'qib kelaman kakras. Hozir mana bu tomonga chiqish kerak edi. Normal uzoqroq joy ko'mib yorish kerak. Hech kim ko'rmasligi ham kerak, sezmasligi ham, bilmasligi ham kerak. Mana shu yer ko'mib ketaman bo'ldi. 3 ta qasda menimcha yetsa kerak. Ana endi qani edi qo'limdagi bloklar, mana bu qum bloklardan foydalanib, mana bu yerdan asta chiqib olaman va bu narsalarni shu yerga ko'mib ketaman. Eshik tushdimi? Tushdi bemalol. Va mana niqoblar ham kerak emas. Hammasiga o'sha niqoblar aybdor. Bilasizlar, hamma bo'lgan muammo problemalarni o'sha niqoblar boshlagan, yaramaslar. Mana bu toshlarni ham kakras shu yerga qoldirib ketsam hech kim bilmaydi. Yoki kimdir olib niqob tishga tushiraman deganda mana shu toshlardan foydalansa ham bo'ladi. Lekin bilinib qoldi, mayli, hech narsa qilmaydi. Bitta qum qo'yib ketaman ustiga. Qum kerak emas-ku. Endi-ku vaqti bilinib qoldi. Mayli. Endi qaysi farosatsiz odam kelib turib ochsa ham ehtiyot bo'lib ishlatsin-da. Klonni faqat yaxshilik sifatida foydalanish kerak. Lekin qanday yaxshilik sifatida foydalanadi? U o'zi manyak klon chiqarsa, bilmadim. Xullas, mayli, nima bo'lsa bo'lsin, muhimi qishlog'imizda tinchlik bo'ldi. Hamma jetel o'z holatiga qaytdi. Ana janob mer qarab turibdi, meni qum olib borayotganimda. Hozir borib qumlar pishirib, oynaga aylantirib, derazasini sozlab beraman. Keyin esa uyimga borib xotinim bilan maza qilib dam olib o'tiramiz birga.